fohishaga borib ayoliga kasallik yuqtirib bitta bemor qabulimga kelyapti. Tursigini bir qarasam bir dunyo yering turibdi, tursigini ustida. Qo'pol qilib aytganda, akalar xafa bo'lmanglar. Ba'ziga ayollar noto'g'ri tushunmanglar. Bitta bemor kelyapti bugungi kunda qabulimda bir hafta oldin fohishaga borgan va yiring oqishni boshlagan, ayoli bilan jinsiy aloqa qilgan, ayoldan vidileniya bo'lyapti. Ginekolog ko'ryapti, ginekolog surtma olyapti, men androflor screening olyapman, ya'ni jinsiy holatdan surtma olyapman va kasallik kelib chiqyapti. U qayerdan yuqqan desangiz, fohishadan yuqqan. Endi ba'ziga ayollar noto'g'ri tushunib qolmanglar. Ba'ziga erkak va ayoldan o'tadigan kasalliklar ham bor, lekin shunaqa akalar bor, nomard insonlarmi, ukalarmi deyman, noto'g'ri tushunmanglar. Fohishaga borib jinsiy aloqa qilib shu o'z ayoliga yuqtirayotgan. Ushbu videoda nima uchun murojaat qilib chiqyapman? Uga boryapsiz, xo'p, u tuzatsa bo'ladigan kasallik, lekin tuzatib bo'lmaydigan kasalliklar ham bor. VICH, RV, ya'ni SPID. U kasalliklarni hech qachon tuzata olmaysiz. Ham o'zingizga yuqtirasiz, ham ayolingizga yuqtirishingiz mumkin. Shundan saqlanishingiz so'rab qolaman, iltimos sizlardan.